37. savol. Iymonning e'tirof qilish va amal qilish deganlik bo'ladiganligining dalili nima? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan iymon bobidan 37. savol. Iymonning e'tirof qilish va amal qilish deganlik bo'ladiganligining dalili nima degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir. Iymonning e'tirof qilish va amal qilish deganlik bo'ladiganligining dalili nima? Javob. Allah subhanahu va taolo bu vaqtda mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Tercümesi. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sura Hujurat 7-oyatdan bir qismi. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. Tercümesi. Allah'a ve Allah'ın sözlerine iman keltiringlar. Sura A'raf 158. ayetden bir kısmı. Mana bu ikisi bende dinga faqat shu orqaliqla kiralaydigan shahodatning ma'nosidir. U bo'lsa-mu, ikkisi birlashmaguncha foyda qilmaydigan qalbning amaliy e'tiqod va dilning amaliy e'tirof qilishdan iboratdir. Allah subhanahu va taolo yana mundaq deydi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Tercümesi. Allah sizlarning iymoninglarni bekor qilib etmaydi. Sura Baqara 143. oyatning bir qismi. Ya'ni qibla o'zgarishdan ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Bu oyatda Allah subhanahu va taolo qalb, til ve a'zolar orqali qilinadigan amal, ya'ni namozning hammasini iymon deb atadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jihad qilish, Qadr kechasi qiyomda turish, Ramazonning ro'zasini tutish, Ramazonda qiyomda turish, g'animatlarning 5dan birini xalifalikka topshirish, 5 vaqt namoz ve başka ibadetlerini imanın qatoridan sanagan. Bu vaqtdagi hadislarni İmam Buxoriy, İmam Muslim, Nasa'i ve Abu Davudlar rivoyat qilgan. Qaysi amal eng afzal deb so'ralganda, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah ve Allah'ның payg'ambariga iymon keltirish deb javob bergan. Birlik kelgan hadis. Elhamdülillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan iymon bobidan 37. savol. Iymonning e'tirof qilish va amal qilish deganlik bo'ladiganligining dalili nima degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qaytimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.